2018-yil 21-mart kuni Samarqand shahriga kirishda Navro'z bayrami munosabati bilan vaqtincha tashkil etilgan to'siq postida Sindor ismli shaxs ichki ishlar organi xodimlarining tasdiqlangan namunadagi maxsus formali kiyim boshini kiyib va maxsus mayor unvonini taqib olib, yo'l patrul xizmat xodimiga qo'pol va buyruq ohangida o'zini ichki ishlar bo'lim xodimi deb tanishtirib, ichki ishlar organlari xodimlariga xos bo'lmagan xatti-harakatlarni sodir etganda, shu yerda xizmatni olib borayotgan ichki ishlar bo'lim xodimlari uning xatti-harakatlaridan shubhalanib, tekshirib ko'rishganda, bu shaxs aslida ichki ishlar bo'lim xodimi emasligini aniqlashgan. Tekshiruvlar davomida ushbu soxta mayorning shaxsi o'rganilganda, u Kattaqo'rg'on tumani Yave mahallasida yashovchi, muqaddam sudlangan, oilali, 2 nafar farzandi bor, vaqtincha ishsiz Xushmatov Sindor Baxtiyorovich ekanligi aniqlandi. Hozirda viloyat ichki ishlar bo'lim tomonidan holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Agar Xushmatov Sindor Baxtiyorovich o'zini ichki ishlar bo'lim xodimi deb tanishtirib, o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni firibgarlik, tovlamachilik yoki boshqa jinoyat sodir etganligi borasida ma'lumotga ega bo'lsangiz, tezda Samarqand viloyat ichki ishlar bo'limining quyidagi ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, xabar berishingizni so'raymiz. Sizning xabaringiz jinoyat uchun javobgarlikni ta'minlashga xizmat qilishni unutmang.